Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bitta obyektimizda shit remonti uchun chaqirilganmiz. Bu yerda mana 2 etajli shit ekan. Shit holati mana shundoq. Zashtalar yo'q. Sinov ahvoli mana shundoq holatda. Inshaalloh hozir bu shitga ozgina e'tibor beramiz. Mana biz shitimizni rekonstruksiyasini yakunladik. Bu yerda aytilgani kabi relay напряжение, bu освещение uchun relay напряжение, bu apparatimiz rubelniy hisoblanadi. Ya'niki relay напряжение ish ko'rsatadigan holatlarda yoki напряжение belgilangandan tushib ketgan holatda ham xonadonda освещение o'chib qolmaydi, tok yonib turishligiga yordam beradi. Bu apparatlarimiz def hisoblanadi, ya'niki ham zashta ham tashqi nol yoki fazalarni qo'shilib qolishligidan, ya'ni kishilarni tok urishligidan himoya qilib beradi. Marhamat, ko'ramiz.